Turkiyadan inandikiga keldim deb bekor o'tirish yo'q. Ertalabdan turib jonli ishimizni qildik. Kamiga girib bo'lib qolganman, tomog'im bo'g'ilib. Ikkita singlim ertalabdan turib ustini kiyib, bolalarini bizga tashlab aylanishga ketdi. Bizlar mana o'tlar o'rib qo'yyapmiz. Ukam bilan gaplashib, kulishib, bolalikni eslab ancha ishlar tugatib tashyapmiz. Yaxshi gapga ilon indan chiqadi deganlar to'g'ri ekanda, o'lib qolsa ish qilmaydi mana shu bola. Yaxshi gapirib ishim qildirib olyapman. Hali yuk olib kelishimiz kerak, yuklar kelgan, bolalarga ovqat qilishimiz kerak, oshxonani tozalashimiz kerak. Hammasiga ulguramiz. Basseynni ham suvga to'ldirib qo'yaylik, bolalar obeddan keyin mazza qilib cho'milsin. Zinalarni ham birinchi sovun bilan ko'pirtirib yuvib oldik, endi toza suv bilan yuvib chiqyapmiz. Yaltillayaptimi yo'qmi? 1 yil 2 yil deganda Turkiyadan dam olishga keldim, enamnikiga deb oyoqni osmonga ko'tarib olib yotish yo'q, turib dangal ishni qilish kerak. Ayam bilan dadam 33 yildan beri savdo qiladi, adyollar sotadi, chitlar sotadi, ko'rpacha, prostinaliklar sotadi. Hozir optimchiga borib, adyol bilan chitlarni bostirib keldik. Ertaga bozorga tayyorlaymiz endi. Turkiyaning chitlari toza qimmat, men ham ayamlardan olib ketaman, adyollarimni ham, prostinaliklarni hammasini. Haftada 4 kun bozori bor, 3 kun dam olishi bor. Bu safar ham Turkiyada ishlatishimga ancha narsa ayirib qo'yaman. Asta ayamga ko'rsatmay olib ketib qolaman. Ukamga qo'yib bersa indamaydi. Olib ketaveringlar, men narsalarim, sizlar narsalaring deydi. 5 topachasini toza yaxshi ko'radi. Qorani olaman yoki mallani olaman. Ikkovidan bittasini olaman. Qaysini olay? Bolalarni uxlata olmay yotuvdim. Meni ukam uxlatib tashlabdi-ku ikkovini. Ukam bolalarni toza yaxshi ko'radi. Bitta tog'achada. Mana shu chitlarga ham umuman sintetika aralashmagan. Olib kelganda 3 kunda sotilib ketadi. Burnim oqyapti, tomog'im og'riyapti, peshona suyaklarim shunday og'rib ketyapti. Yanada ish qilishim kerak. Bolalar 5 minutda bir o'yinchoqlar yoyib tashaveradi. Plisosni ukamni o'zi qilib qo'yarkan, sen damingni olib yotaver dedi. Qayerda ukang ish qiladi-yu, sen yotasanmi dedimda, changni artishga tushib ketdim. Qarang, bolalarga mazzada o'ynaydi, yeydi, ichadi, yotadi. Lekin shular boriga ham shukr, alhamdulillah, çok shukr. 2 kun oldin ayam changni artdim deb yotuvdi. Shuncha chang qayerdan kelaveradi? Istanbulda bunaqa emas. Lekin ukam gazlarni ham tozalab tashyapti. Yuvilmagan kirlar bo'lsa, shularni ham solib qo'yag'ay desam, rostdan ham solib qo'ydi. Endi o'g'limni yoniga o'tib biroz uxlab olaman, men toza charchab ketdim. Faqat yuvilmagan kasalar qoldi deb o'tirsam, ukam uni ham yuvib tashyapti. Qilgan ishlarimizni baholab ketding endi aziz obunachilarim. Qo'l tashla ukajonim, sen dunyodagi eng yaxshi ukasan.